Meni ko'zim ko'rmayapti. Bular qilgani uchun javob beradi hammasi hali. Menga aytyapti. Ular sizga deydi, o'tirdingda olib chiqaverishga deydi. Shunday aytyapti, ba'zan işte hozir yo'q. Dadam chaqirsin, uni Dadam yo'q kelaman dedi, prezident bo'lamiz. Berdinglar, suv siydingda işte qo'ysanglar havoga deyapti. Men nima bo'lib keldi, kecha mazzabi o'sib oldim, Sherobodda ustolar bor desam, siydingda ishchilardan qo'y deyapti-da. Onasini men sikiman. Bo'ldi, kim? O'g'lijon ukamni bitta ko'ray, qayoqda ukam? Kamchilikmi? Ukamni yuzini ko'ray. Bermadim olib senlarga shular. Ukamni yuzini ko'ray. Bitta qo'g'irg'oq Fanqo'ka bilan gaplashtiring, dadajon. Dadajon. Nimaga yaxshi qarashmaydi? Onalar tasdiqlar, вообще men bo'lmaydi bu. Mana sharoitda hamma bola qiz yotib, bitta so'q bola topib berolmaydi. Asabdan hozir odam o'ladi, asabdan. O'ladi, qarashmaydi mana. Surxondaryo Sherobod tumani, mana Sherobod umuman qaramayapti. Normal xonani o'zi sharoitini o'zi yo'q. Sharoiti o'zi yo'q, mana ahvol. Mana odam o'lyapti, sharoiti yo'q. Yur ketdik, yur. Yur ketdik. Mana hech kim qaramayapti, yaxshi sharoit yo'q, bizda xona yo'q, ular stressda. Oyog'ini bosanmay qo'yguncha urganman, qarang mana. Umuman sharoit degan narsa yo'q. Bu Sherobod tumani qanaqa tuman bu o'zi?